Leksiyamizni davamlaştırıyoruz. Leksiyanın mavzusu mındak. Jungo Amerika urushib qolamdi. Mavzuli xabar 12 ayning 12 kun Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Jungo munosabati boshdan oxir diqqat markaziga qo'yilib keldi. Bo'libmi Amerikada siyosiy hokimiyat almashgan xalqiliq bir paytda haqiqatan Amerika Jungo munosabatiga sal qarashga bo'lmaydi. Yaqinda Rossiya bir hujjatli filmni ekranga olib chiqdi. Filmda Amerikaning Jungo qarshi urush boshlaydiganligini bayon qildi. Universal matbuotlar 12 ayning 12 kuni bunday xabar qildi. Amerika o'zini qo'g'dash tashqi tahdidga uchramaslikni bahona qilib, nihoyat ko'p harbiy bazalarni qurdi. Bu harbiy bazalar Guamdan Koreyaga so'zildi. Balki bu harbiy bazalar dal Jungoga tahdid paydo qildi. Avstraliya atoqli uchur axborot xodimi John Peliger mundaq hisob. İki dərəcədən tashqari davlatning bevosita harbiy qarshilishi yaqinda boshlanadi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Yaqinda RT Rossiya televiziyasi stansiyasida qo'yilgan hujjatli film pat arada yetib keladigan Jungo qarshi urush The Coming War on China deydigan filmda tasvirlangani Amerikaning Jungoning atrofida qurgan harbiy bazalarning ahvolidir. Yuqori filmda ko'rsatilgani Amerikaning Jungoning atrofida qurgan harbiy bazalarning ahvolidir. Amerika Jungoning atrofida qurib chiqqan halq shaklli harbiy bazalar Amerikani qo'g'daydigan Jungoning hujumiga uchramaydigan qo'rg'ondir. O'xshashla Jungoga hujum qiladigan sakrash taxtisidir. Peliger mundaq hisobladi. Keyingi ahvol butunlay yuz berishi mumkin bo'lgan ahvoldir. Rossiya sun'iy amra to'rbeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerikaning chet ellarda qurgan harbiy bazalari 90% yetidi. Balki so'q munosabatlar urushdan keyingi bir necha yil mobaynida Amerika izchil harbiy baza qurib keldi. Matbuotlar sonliq ma'lumot bilan oshkorildiki, Amerikaning chet ellarda 800 o'rinda harbiy bazasi bor ekan. Bunun için 113 Yaponiyaga joylashtirilgan. 83 Koreyaga joylashtirilgan. Akşamki xabarda Yaponiya taraf nim dedi? Yaqinda yana Janub taqim aralardagi yediki ikki aralga Amerikaning yangidan harbiy baza qurdiganligini akşam Yaponiyaning xabarlarida yetib kelgan xabar debdi. Jungo chegaralarga yaqin yerga qurilgan harbiy bazalarda yuqori harbiy bazalar. Tashqi siyosat jurnali maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungoning atrofida qurilgan harbiy bazalar va dengiz armiya bazalari 5 burjaklik binoning dengiz havo bir gavdalashgan strategiyasining bir qismidir. Bu strategiyaning halqiliq mazmuni Tinch okeanda kichik harbiy bazalar, harbiy ko'shni tarqoqlashtirib, o'rinlashtirish. Bu nuqta davomli sal qaraladi. Bu jurnal mundaq ko'rsatdi. Bu o'rinlashtirish Jungo qo'yib bergan raketalar qarshi tez inkas qaytarishning zaruriy shartidir. Kichik arallar qurilgan harbiy bazalarda buning o'zi Jungo qo'yib bergan raketaga tez inkas qaytarishning oldingi shartidir. Amerikalik tarixshunos Jungo xiyollar degan kitobning avtori James Bradley mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama bir necha 100 milliard dollar xarjlab yadro qurollari iskilotini kengaytdi. Yani bir necha 100 milliard xarjlab 61 oda ishlatadigan qurollarni tadqiq qildi. Bradley Pergil degan kinoda mundaq ko'rsatdi. Kino to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Albatta bu pullarni xarjlagandan keyin bizga bir dushman kerak bo'ladi. Jungo dushman bo'lishga bakmi mos keladi. Bradley nim dedi, biz mush qurollarni tadqiq qildik, qildik, jo'g'ladik deylik. Shuning uchun endi Amerika uchun bir dushman kerak bo'ladi. Bu dushman kim? Jungo buningga texim mos keladi dedi James Bradley. Bugungi xabarlarimizning boshidagi ikki leksiyasi ana shunday so'zlandi vatandoshlarim. Endi yana nima deydi?
Jungo Yaponiya o'rtasidagi harbiy aeroplanni parakanda qilish o'qi atqanlik delosi mavzuli xabar 12 ayning 12 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshladi. Gelen Tokyo, Yaponiya ishki kabineti boshlig'i Yivi haftaning 1-kuni Jungoning Yaponiya harbiy aeroplanlari Jungo aeroplanlari signal o'qi atdi deganligini inkor qilib, Jungoga norozilik bildirdi. Bu ishga buningdan burun Yaponiya Qovdinish ministerligi 12 ayning 11-kuni kechda Jungoning yuqoridagi axborot ko'rsatilgan mazmunni inkor qilgan. Bu ish Yaponiya Jungo munosabatida yangi majralarning, yangi talash tortishlarning alomatlarini keltirib chiqardi. Haqiqatan ahvol nima? Haqiqiy ahvol nima? Buning sabablari nima? Jungo Davlat Mudofaa Ministerligining bayonotchisi Yang Yujin 10-kuni bayonot e'lon qilib, Yaponiya harbiy aeroplanlarining Okinawa orli, Gogong orli orliqida uchib, dengizda Jungo aeroplanini nazorat qilib, signal o'qi etib, Jungoning harbiy aeroplanlari va lyotchiklariga ziyon yetkazdi dedi. Demak, bu yerda Jungoning aeroplani avval shu doiraga Gogo orli tarafga yetib borgan ekan, onun yetib borgandaki Yaponiyaning aeroplanlari chiqibdi. Bayonotchi Yang Yujinning so'zida aytganda Yaponiya bu aeroplanlar signal o'qi qo'yib beribdi. Yaponiya Qog'dinish ministerligining axboroti mundaq ko'rsatildi. Biz 10-kuni attigandan boshlab tushgacha Jungoning 2 dona bombardimonchi 6 belgilik aeroplani, 2 dona Su-30 belgilik kurashchi aeroplani, 1 dona Tu-154 belgilik va yana 1 dona Y-8 belgilik axborot to'plash aeroplanining mushu doiraga uchib kelganligini ko'rdik va biz muqimlashtirdik dedi. Yaponiyaning ko'plagan matbuotlari shanba kuni xabar qilib, 6 dona Jungo aeroplanining Gogo orlidan uchib o'tganligini xabar qildi. Yaqindan beri Jungoning aeroplanlari Yaponiyaga chegara orqali, Yaponiya chegaralariga orqa-orqadan kirishga boshladi. Yaponiya havo armiya qo'g'dinish qismlarining generali Jitian Bangnan mundaq Jungo harbiy parxtlarining Yaponiya dengiz tabali iqtisod bosib kirishini so'zlamayli turayli. Shu kuni Jungoning harbiy aeroplanlari Yaponiyaning havo tabaliga yaqin yerdan uchib o'tdi. Jiddiy ko'tarilgan Yaponiya harbiy aeroplanlariga hujum qilish belgisi va harakatini ko'rsatib, Yaponiya qo'g'dinish qismlari havo qismlari Xitoyning bu harbiy aeroplanlariga signal o'qi qo'yib berdi. Jungoning harbiy aeroplanlari uchib ketib o'tib, havo ko'tarilgan Yaponiya aeroplanlari ko'rsatgan belgi yoki ishorat nima? Hujum qilish. Bu aeroplanlar hujum qilish to'g'risida ishorat belgi ko'rsatdi dedi. Bu yaqinda Yaponiya bilan Jungo o'rtasida yuz bergan voqea.